Turkiyada yashaydigan oilaning mini vlogiga xush kelibsizlar. Bugun shanba va bolalarning yarim kun maktabi bor edi. Bolalarni maktabga tashlab, erim menga yursangiz zo'r piknik zavtrakka olib boraman dedilar. Faqat yo'ldan kofe va bir nimalar olamiz dedilar. Qatga olib borarkanlar deb to'g'risini aytsam qiziqdim, lekin ko'p so'ramadim. Syurpriz bo'la qolsin. Yo'ldan kofe oldik va keyin mana shunaqa kafega keldik. Bu yerda har xil bo'raklar sotadi. Narxlari arzon, mazasi esa zo'r. Xoling shu yerda xoling o'zingiz bilan olib keting. Yoniga pomidor, bodrin, peretslar ham solib berishadi. Xullas har xildan oldik va yo'lga chiqdik. Boradigan joyimiz Kemer tarafda ekan. Kemera yo'lidan yurgan bo'lsanglar bilasizlar, Kemera yo'li judayam chiroyli, tog'li, dengiz bo'yida odamni kayfiyatini ko'taradi. Va borayotgan joylariga yaqinlashib qolamiz. Belzibi tarafda ekan. Yo'lda shunaqa Go'ynik kanyoni degan joy ko'rdik. O'tga zavtrakdan keyin boramiz deb qaror qildik. Xullas joyimizga yetib keldik. Bu mana shunaqa piknik hamda kemping zona ekan. Kirish 70 lira, piknik stolini olish 210 lira. Biz piknik uchun hamma sharoitlari bor. Biz esa zavtrakimizni tayyorlab oldik, ham qornimiz ham ochib ketdi. O'tirib maza qilib dengiz bo'yida zavtrak qildik, kofe ichdik, gaplashdik. Shunda dengizda ko'pgina baliqlar ko'rinayotdi. Baliqlarga non berdik. Va qayerdandir maktab bolalari kelib qoldi. Katta ochu joyga turib olib, lineyka qilishdi. Bu bolalar Antalya Anadolu litseysidan 3 kunga kempingga kelishibdi. Bolalar uchun hamma sharoitlar bor. Namoz o'qiydigan xona, dushovka kabinkalar, tualet. Bolalar alohida, qizlar esa alohida joylashibdi. Ular ham nonushta qilib, tezgina poxodga yig'ilib ketishdi. Domna kolosixda er-xotin maza qilib dam olishayotgan ekan. Keyingi vlog Go'ynik kanyonida ko'rishguncha.